Yetim qolishlikda mazza tarafi bor, aytib beraymi? Yig'lamasangiz aytaman. Yig'lasangiz videoni o'tkazib yuboring. Mazza tarafi shundayki, yoshligingizda ota yoki onasiz qolsangiz, ularning mehrini har kuni qo'msaysiz, har kuni qidirasiz. Har kuni hayolingiz shu ikki buyuk zotda bo'ladi. Ikki buyuk shaxsda bo'ladi. Ota onasiz shu darajada bo'lib qolasizki, ularni har kuni qidirasiz. Ular davrida to'la turgan xaladenlik ulardan keyin bo'shab qoladi. Ularning mehriday sizga hech kim mehr bera olmaydi. Undan ham mazza tarafki, asta-sekin ulg'ayasiz. Siz suyib yoniga yaqinlashgan insonlaringiz o'zidan yiroqlashtiradi. Yana mazza tarafki, maktab chog'laringizda ota-onalar majlisi bo'ladi, hammada bo'ladi. O'sha majlisda siz xohlaysizki, meni ham ota-onam kirib kelsin deb, lekin kirib kelishmaydi. Undan ham mazza tarafi, ulg'ayib qiz bo'lsangiz, turmushga uzatilasiz. Turmushga uzatilganingizda ko'zingiz faqat shu ikki shaxsni qidiradi. Boshqa hech kimni qidirmaydi. Ular menga duo bersin, ular yonimda tik turishsin degan holatda o'shalarni qidirasiz. Agar yigit kishi bo'lsangiz, to'yingizda ota-onangiz bo'lmasa, bundan-da achinarli, bundan-da alam qilarli kun siz uchun bo'lmaydi. U to'ymi, motammi, sizni qalbingizdan o'sha hislatlar o'tayotgan bo'ladi. Ayniqsa u disk, u videolar chiqqan bo'lsa, shuna videoni ko'rasiz, sindirib tashlaysiz. Undaqa to'y siz uchun kerak emas. Ota-onasiz to'y nima kerak? To'g'rimi? Men bir narsani ota-onasi borlarga tilayman. Hech qachon bizlardek mazza qilmanglar. Ota-onangizni hamisha asrang. Sizlar uchun bu imkon bor. Sog'